Internetdan har xil yo'llar bilan pul topsa bo'ladi. Men misol uchun Nazirani kurslarida uzun market orqali pul topsanglar bo'ladi. Uzun marketda prosta kirib, qanaqa pul topsa bo'ladi, itaj undan tashqari tovarlarni Xitoydan qanaqa zakaz qilsa bo'ladi. Uzun market Xitoydan qanday qilib zakazlarni urushlarni itakji undan tashqari bitta Xitoy emas, Angliya mana misol uchun kimdandir kurs sotib olasiz-ku, kurs sotib olgandan keyin guruhga bunday tashab qo'yishadi. Yo'q, Nazira har bitta odam bilan individualni shug'ullanadi. Bitta kurs sotib olasiz, 2-3 million, 10 millionga kurs sotib oladi. Yo'q, 1 million 700 kamida sotib olasiz. Nazirani kurslarida 5 ta potok o'qitilgan, yana 6-potokka ham davom etyapti. Bularga nimaga yaxshi domla individualni ko'pchiliklar mana guruhga tiqib qo'yib sizlarga o'rgatmaydi, lekin bular individualni o'rgatadilar. Narxlarga keladigan bo'lsak, mani nomimdan yozadigan bo'lsanglar, atiga 490 ming so'mga sizlarga ham uzun marketda ishlashi, ham Xitoydan zakaz qilishi, ham Angliya undan tashqari mana bu yerda yozib qo'yganman. Undan tashqari masjidlardan zakaz qilishlarini o'rgatadilar, individualni sizlar bilan ishlaydilar. Ko'p men o'zim jiyanimga uzun marketda o'qishi, prosta tak o'qishi 2 million, 3 million, даже 7 milliongacha bor. Chunki bilasizlar, rynokka kirib yaxshi pul ishlash oson emas. Uning uchun katta znaniya, katta pul kerak bo'ladi. Lekin sizlar Nazirani kurslariga kirib, prosta meni nomimdan chiqqaningiz uchun 490 ming so'm to'lab, katta 1 million 700 lik kursni 490 mingga olishingiz mumkin.